poyabzalarimiz bor. Qarang, oppoq, tiniq. Musorlari yo'q ichida. Men asaldan olarsiz. Shu asalligidan ko'ra bizaniki naborot toza, tiniq. Bizaniki bir qavat, ikki qavatli emas, bu 3 qavatli ichi. 3 qavatli, toza. Eng arzon ham 12.300 so'm. Mana shu tur. Bunisi 13 minglik. Bu ham tiniq chiqqan. Bu ham mana qarang. Bu 14. 14. Unisi. Bu 14 ming. 14.500 lik. Bu 14.500 lik. Mana bunisi 13 ming. 20 taga bitta nima bonus qo'shiladi. Bonusimiz bor. Hozir mana shuni 20 pachka olsangiz, sizga bitta nima qilamiz. Keyin futbolka, bunaqa kepka, shunaqa bonuslar qilib beramiz. Mana bunisi ham. Ko'proq. 20 ming. Hidli. Hidlisi bu. Bunga ham 20 taga bitta bonus. Hammasida bonusimiz bor. Keyin bunaqa nimaligi ham bor. Ko'p donali sotiladi-ku, bir qanchalarda? 60 talik. 60 talik bor. 60 talik, 30 talik bor. Azza. U 1,5 mingdan. Don nimasi? 30 tashta bo'ladi. 60 ta. 1,5 ming sal ziyod bo'ladi. 30 tasi. Blokda ichida 60 ta bo'ladi. 60 talik bo'ladi, 30 talik bor. Hozir 60 taliga 100 ming chiqadi. Unisi 30 taliga 47 ming. Tagidagisi. Tiniq, lekin u tiniq nimasi? Mana qora emasda. Mana xuddi mana shunaqa narsa. Qarang, mana shunday tiniq, chiroyli. 3 qavatli. Keyin mana bunaqadan bor, qarang. Bu xohlasa apparat ichiga soling, xohlasa mashinaga ilib qo'yib, pastida bunaqa teshilib mana. Donali bu. Qarang, donali. Qo'limni artishga ham udobli, yaxshi narsa. Bu necha pulda? 13 ming mana shu. Sizlar birinchi yozib ketib, keyin olib kelasizlarmi? Yo'q, bor shu yoqda. Dalishka ham bor. Bu xohlasangiz bir haftalik klient bo'lib qolsangiz, doim mana bugun sizdan nima berib ketamiz tovar. Bu hafta dushanba kuni tovar pulini olamiz. Yana kerak desangiz tashlab ketamiz. Shunaqa narsa. Xohlasangiz men sizga oling.